Hey. Tur joyingdan ketdik. Qayerga? Samarqandga radarlar aytib borasan. Tur. Tut radar. 70 kaskat. Qayerda? Ana tepada. Ha, zo'r bacham, malades. G'ong. Multirada, multirada. Qayerda? Mana. Malades bacham. Mana shu multirada. Ha, shuni aytib qolmaganlikda. 200. Qayerda? Qayerda? Ana o'tdi. Ana. Ko'rding. Aytib borda, zo'r bacham. Ibi, radar bor ekan-ku, nimaga aytmaysan? Nimaga aytmaysan? Ey, ana radar ko'ryapsanmi? O'zi radarga tushdik biz. Nimaga aytmaysan? Uxlab qolaman dedi. Nimaga uxlaysan? Uyda uxlasak bo'lmaymi? Avat! Bunga qara. Bu kuni uxlab qolganingda radarga tushdik dedim-a? Mana shtraf kelgan. Berak yana aytmasan yirtaman hozir. U shtraf kelgan. Uxlama dedim-ku men senga. Ey, o nima vaqir bachani nimaga urib turibsiz? Menga qaragansiz-ya. U kuni Samarqandga ketayotgandik. Yo'lda radarlar aytib borayotgan. Uxlab qolgan bunga qarang. U shtraf kelgan. Shunga shunchami bitta antiradar o'rnating. Hamsiya hozirgi antiradorlarga ishonch yo'q. Menga qarang, Neoline 8800 antiradar bor. Eng oxirgi rusumli. Qayerda radar bor, radarlardan necha o'tasiz, hammasini aytib boradi. Xohlasangiz o'zingiz moslab so'zlab olishingiz mumkin. Hozirgi kunda Neoline 8800 antiradariga 31-avgustgacha chegirma ketmoqda. Oldingi narxi 2.921.000 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda 2.560.000 so'm. Uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zim o'rnatib beraman. Hamsiya, shuni o'rnatib bering. Bu bacha jonima tegdi meni. Ana, endi zo'r bo'ldi-da. Radar ham tushmayman, kameraga ham tushmayman. Shukr. Daram antiradar oldi. Endi kayf etib dam olamiz. Turay ketdik. O antiradar oldingiz-ku. Ha, yo'q, mashina magnitofoni yaxshi ishlamadi. Qo'shiq aytib borib kelasan, borancha. Oy,